Assalomu alaykum hammaga. Tikar House o'z ishlarini davom ettiradi. Hozirgi studiyamiz Prime Wrap. Bardakka e'tibor bermaysizlar. Kia mashinamiz olib qo'yganmiz. Mordasini broneplyonkaga qilib berishga. Morda detallari, kapot, bamper, ikkita oldi krilo, stoyka yon oynalari va mana bu yerdagi endi ko'pchilikda tom bo'ladi. Bu yerda hozir plastmassa yoki oyna. Shuni ham bronka qilib beramiz biz. Bekka olib qo'ygan mashinamiz Geely Manjaro 2026-yil versiyasi bu. 2026-yil versiyasi haqida bitta qisqacha video olganman. Buni faqat Instagramda ko'rishingiz mumkin. Silkani qoldirib qo'yaman. Shunaqa davom etamiz. Salonni ko'rsataman. Salon juda ham ajoyib chiqqan bu mashinani. Ketdik mana. Tak. Salonni ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik biladi 2025-yil chiqqanda ham ana koziroklari shunaqa yarim oyna, yarim alkantara bo'lib chiqqan. Xo'p, salon keladigan bo'lsak, rol o'sha ozgina barda o'zgarish bo'lgan. Ya'ni konsolda mana ushlaydigan joylari, knopkalari, skurchaklari tudasida. Tarpidan o'ziga keladigan bo'lsak, tag qismi shunday turibdi. Lekin mana shu voshi zo'r yorib yuborishibdi. Bo'luvlardikka o'xshatib. Yana rasmlarni ham tushirilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Monitor как lidikidagi. Shunday lidan olib ko'chirib qo'yishgan. Bu men bilishim bo'yicha. Lekin qolgan joylar hammasi o'ziniki. Tak, bunga qo'shimcha kriloga yana ikkita kamera qo'shishgan. Bitta oldini, bitta orqani olib beradigan. Yaxshi решение bo'lgan bu. Mono PPF dan pulga qilyapmiz hozir biz. Mono PPF и Spectral. Shunaqa ko'rishingiz mumkin. Bardakka e'tibor bermaysizlar, ish jarayonidamiz. Shunaqa. Tak, davom etamiz. Kстати, diskalarni ham o'sha chopga chiqqan. Bu yerda olib qo'ygan Skoda mashinamiz. Aytgancha esdan chiqibdi. Bu Kia mashinamizga полный полировка ishlari, двухэтапный полировка qilib beramiz. Ya'ni среднеабразивный и keramika. Zonarskiy bilan birga. Shunaqa bonuslari ham bor. По-любому bonus bo'ladi bizda. Bu yerda Skoda mashinasi. Bu mashinaga двухэтапный полировка, keramika ishlarini qilib berganmiz. Shu bu yerda Ford Raptor mashinasi. Faqat bu koreyskiy sborka. Yani ko'pchilik Xitoyda, lekin men buni koreyskiy sborka deb bilaman. Shunaqa. Mashina lekin vashshe zo'r chiqqan. Dizaynlarni hozir oldini ko'rsam, oldlari ham boshqacha. Yani o'ziga yarasha haybat bor. Lekin sal kichkina yo'q bo'lganga o'xshayapti mashina. Koreyskiy variant. Oldin ko'rinishi. Yo'q, mashina seryozni, lekin gap yo'q. Lekin baribir qanday kichirab bo'lganga o'xshayapti mashina. Farani yo'rolgan, lekin tak ketdi. Salon qismi endi ko'pchilik biladi, Ford Raptorlarda o'rtada monitor, rol, skorchak. Prosta buni bari ozgina kichkinaroq, chunki koreyskiy variant bo'lganligi uchun. Shunaqa. Eshik ochadigan ham qizil mana bu. Zo'r-a? En qizig'i mana animatsiyasiga qoyil qoldim, lekin bor-ku. Voy, o'chib qoldi. Короче, zo'r animatsiyalari ham. Ozgina kichkinaroq mashina. Amerikanskiy mashinalarga nisbatan. Endi koreyskiy variant, koreyslar o'zi kichkinaligi uchun kichkinaroq qilib yasashgan deb o'ylayman. Ford Raptor, lekin Ranger deb ham yozib qo'ygan aytki. Endi bilmadim kimga qanaqa. Bu mashina haqiqiy o'g'il bolalarning mashinasi. Haqiqiy o'g'il bola ovchilarning mashinasi. Shunaqa qilsam to'g'riroq bo'ladi. Haqiqiy erkaklarning mashinasi. Shunaqa. Bu yaxshi studiyamiz. Bu taraflar ko'rsatganim yo'q, ba'zi ko'rsatib qo'yganim biroq yaxshi. Bu yerda ozgina dekorativ elementlar.
dekorativlarga e'tibor bermaysiz ularga. Shunaqa. Rim Avto Moskva. Moskva! Shunaqa. Televizor shunaqa balobatlar. Shunaqa gaplar, o'rtoqlar, ish jarayonlaridan ham qo'yib borishga harakat qilaman. Обучениялар, ya'ni ish jarayonlarida nimadir yetishdi, nimadir qilishdi, polirovka qilish, keramikani qanday surish, antidosh qanday qilish kerakligini albatta keyingi videolarimizda qo'yib boramiz. Yaqinda yangi video bo'ladi, xudo xolasa. Bu hozircha sir. Hammaga rahmat.